ikkinchi kunimizni boshlab oldik. Bu yerda kranimizda hammasida termometr bor. Qaysi podachasi necha ketyapti, obrotkasi necha kelyapti, shuni ko'rib turasiz. Bu yerda troxador qo'yganmiz, topli polda 45-50 gradusgacha suv harorati ketishi kerak. Aslida ko'pchilik bilmaydi buni. Shuning uchun buning vazifasi sizga haroratni normada sizga yetkazib beradi. Topli polda esa buning farqi yo'q. 60-70 gradusga ham qancha baland bo'lsa, uningiz shuncha yaxshi turadi. Bu yerda separator bor. Separatorning vazifasi sistemamizdagi 70-80% havoni avtomatik tarzda o'zi qo'yib yuboradi. Bu yerda dishlamatorning vazifasi suvimizdagi barcha zanglarni avtomatik tarzda o'zi ushlab turadi. Buni ochganda mana magnit ushlab turadi buni. Kim bunisini ochganda hammasi tushib ketadi suv.